Assalomu alaykum. Hozir biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Dorulomon mahallasidamiz. Bu yer maydonimiz Andijon viloyati sanoat qurilish bankiga biriktirilgan bo'lib, bu yer maydonimiz jami 12 gektar. Sabzi ekilgan. Sabzi urug'lari 10-avgust kuni olib kelib ekilgan. 85-90 kunda pishishi ko'zda tutilgan. Hozirda bu sabzi urug'larimiz pishib, yetilish jarayonida. Barcha agrotexnik vositalari zamonaviy usullar bilan ishlov berilib kelmoqda. Hozir mana bu sabzimizni hozirgi kun holati 27-sentyabr kun holatiga. Bu yer maydonimiz 12 gektar bo'lib, 41 ta yer egalari, a'zolari bor. Bu hozir pishish jarayoniga kelib qolgan. 15-oktyabrga yig'ishtirib olish ko'zda tutilgan. Hozir mana bu maydonimiz hozirgi holati sabzimizni.